Voqea kutilmaganda shunchalik o'zgarib ketadi deb o'ylamagandim. Voqeani boshida fransiyalik Olivier ismli bu odam do'stlari bilan itini sayr qildirib yurganida iti to'satdan eski tunnelga kirib ketadi. Ular itni qidirishga tunnelga kirganlarida u yerda qanday darajadagi itni jimirlatib yuboradigan hodisalarga duch kelganlarini mana bu voqeani birinchi qismida ko'rgan edik. Voqeani davomida ular g'alati ko'r odamni uchratishadi, lekin qochishni o'rniga uning orqasidan kuzatib borishadi. Ko'r odamga yaqinlashganlarida esa u o'sha zindonga o'xshash xonaga kirib ketganini bilishdi. Lekin ularni bunaqa qilishlariga undagan narsa o'sha xonada nimanidir ko'zi va jarrohlik asboblarini topganlari bo'ldi. Keyin ular ko'r odamni chetdan kuzatib turishganlarida, uni hid bilish sezgilari kuchliligidan Olivier va do'stlari kelganligini sezib, orqasidan quvlamoqchi bo'lganida ular qochib ketishadi va yo'lda adashib, oxiri berk joyga kelib qolishadi. Bu joyni kuzatayotganlarida esa yerdagi itni izini ko'rib, to'g'ri yo'lda ekanliklarini tushunib, shu yo'nalish bo'yicha davom etishdi. Lekin to'satdan o'sha ko'r odam ularni orqasidan izlab kelib qoladi. Bu safarligi ularni qochadigan joylari yo'q edi va bu vaziyatdan qanday chiqib ketishini kelinglar birga ko'ramiz. Bu chalg'ituvchi manyordan keyin ular yo'lda itni ovozini eshitib qolishadi va u tomonga qarab yugurishadi. Biroz yurganlaridan keyin ular itni tunnelning boshlanish qismida turganini bilishdi. So'ng ular hammasi birgalikda tunneldan chiqishga ulgurishdi. Eng qizig'i, ko'r odam ham ularni orqasidan to'xtamay quvib kelayotgan edi va u eshikka yaqinlashganida mana shu narsalar sodir bo'ladi. Va voqea shu tarzda yakunlanadi. Lekin siz nima deb o'ylaysiz? Ko'r odam bu tunnelda nima uchun yashaydi? Har doimgidek videodagi materiallarni Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin va keyingi videolarda ko'rishguncha